Xitoy diktatorluğu dunyoga tahdid salmoqda. 25 mart erkinlik vaqt gezdi xabarda bildirilishicha, Xitoyga qarshi Tayvan yoshlar ittifoqi Tibet, Uyg'ur, tashqi Mo'ng'ul qatorliq Xitoyning ziyonkashligiga uchragan millatlarning vakillari va Xitoyga qarshi kishilik huquq aktivlarini yig'ib muhokama yig'ini ochgan. Yig'inda kishilik huquq advokati Tengyi so'z qilib, Xitoy diktatorligining barg'ansiri kuchayib, butkul dunyo madaniyatiga, erkin demokratiya qatorliqlarga zo'r tahdid bo'layotganligini, dunyo xalqining bu nuqtani tunishi kerakligi, bo'libmi g'arb dunyosi Xitoyga qarshi siyosatini qaytadan tangishi kerakligini ta'kidladi. Yig'inda yana Tibet diniy vaqfi raisi Dava Kayran, Tashqi Mong'oliya sargardan tashkilot vakili Chin Jinchi qatorliqlar Xitoy mustamlikasiga qolgan rayonlarda tartibsiz kon boyliqlarini echib, shu rayonning muhitini qattiq bulg'ashdan sirt boshqa millatlarni har sohada assimilyatsiya qilayotganligini bildirdi. Bu yig'inda Dunyo Uyg'ur qurultiyi oliy rahbari Rabiya Qodir xonimning alohida vakili Umid Hamid apandi so'z qilib, Xitoyning Uyg'urlarni qirg'in qilayotganligini, aslidagi 70 million Uyg'urning hozirgi davrimizga kelganda 20 millionga tushib qolganligini, o'ttir hisob bilan har bir oilada bir kishining turmada ekanligini, Xitoyning turmadagi mahbuslarga qaratgan mingi yuyish tadbiri barg'ansiri eg'irlashib, turmadagi mahbuslar atigandan kechgacha kommunist partiya bo'lmasa, yangi jungo bo'lmaydi degan naqshni aytishga majbur qilinayotganligini, Xitoyning dunyoda terrorlik davlati bo'lib qolganligini, Xitoy o'z mustamlikasida qolgan millatlarning bexatarligiga, shuningdek Osiyo qit'asidagi insonlarning bexatarligiga tahdid elib kelmoqda. Bu nuqtani Yevropa va Osiyodagi insonlar bilishi kerak deganlarni bildirdi. Erdo'g'anning maslahatchisidan Uyg'urlarga ziyorat. 24 mart Cumhur raisi Rajab Tayyip Erdo'g'anning qonun bosh maslahatchisi Gulshan Orhan xonim Shvetsiya Uyg'ur ma'rif uyushmasini ziyorat qildi. Ziyorat jarayonida mehmonlar uchun tayyorlangan taomlardan g'izolangandan keyin Uyg'ur ma'rif uyushmasining tashqi ishlar mas'uli Ahmad Tursun Sharq Turkistonning navbatdagi ahvolini tafsili tunishtirib, Xitoyning Uyg'urlarga qilayotgan yo'lsizliklarini anglatish bilan birga Xitoyning Uyg'urlarni atalmish tarbiyalash markaz nomidagi yig'ib olish o'rnida tutib turayotganligi, chet elda yashayotgan Uyg'urlarning vatandagi oilasi bilan aloqasini uzganligi, Yevropa davlatlarida yashayotgan Uyg'urlarning ko'pinchisining bir qancha yildan beri vatandagi oilasi bilan aloqasining uzilganligi va ularning hozirgi ahvolidan xabarsiz ekanligi qatorliqlarni tushundirdi. Ziyorat davomida Gulshan xonim so'z qilib, dunyoga 5 cho'ng davlatning igdorchilik qilayotganligini, bu sababdan musulmon davlatlarida zulm tugamayotganligini, bu zulmlarning pat yaqinda tugishini umid qilganligini bildirish bilan birga, Cumhur raisi Erdo'g'anning dunyo 5-cho'ng degandan keyin PKK, PYD va boshqa terrorlik tashkilotlarining harakatlarining eshib borganligini bildirdi. Suhbatdan keyin Gulshan xonimga Turkiya Jumhuriyatining Sharq Turkistondan Malayziya va Tailand orqali Turkiyaga kelib yerlashgan Uyg'urlarning iqomat ishlari va ularning ehtiyojini hal qilishga yordam qilishini, tajovuzchi Xitoy hokimiyatining talabi bilan 2 yilga yaqin vaqtdan beri tutish o'rnida turayotgan Abduqodir Yapchan masalasining hal bo'lishi qatorliqlar talab qilingan 25 batlik iltimos sunildi. Gulshan xonim talab va dokladni Cumhur raisi Erdo'g'anga yetkazganligini bildirdi. Arqadan Gulshan xonimga Sharq Turkistonning ay yulduzliq ko'k bayrog'i tushirilgan sharpa hadya qilindi. Dunyo Uyg'ur qurultiyining maslahat kengash yig'ini o'tkazildi. 25 mart yakshanba kech Istanbul Arasin mehmonxonasida Dunyo Uyg'ur qurultiyining maslahat kengash yig'ini o'tkazildi. Yig'in Dunyo Uyg'ur qurultiyining elib berayotgan faoliyatlarini, shundaqla yangidan tashkillangan Dunyo Uyg'ur qurultiyining xizmat planlarini Turkiyadagi ijtimoiy tashkilotlarga yetkazish uchun elib berilgan bo'lib, yig'inga ko'p sonda tashkilot rahbarlari, sobiq ministr, millat vakillari va Sharq Turkiston tashkilotlar birligiga vakolatan Ma'arif jamiyati raisi Hidoyatullo O'g'izxon boshchiligidagi hay'at va turk tashkilotlarining mas'ullari qatnashdi. Yig'inga Dunyo Uyg'ur qurultiyi Ichki ishlar komitetining mudiri Hamid Ko'kturk riyosatchilik qildi. Yig'in Qur'oni Karim tilovatidan keyin qurultoy muavin raisi doktor Erkin Akramning ichilish so'zi bilan boshlandi. Keyin Dunyo Uyg'ur qurultiyi raisi Dulqun Aysoning Germaniyadan yo'llagan silliq salami yig'in qatnashuvchilariga sunildi. Arqadan navbat bilan Dunyo Uyg'ur qurultiyi ijroiya komitetining raisi Ömer Qanat, bosh kotib Erkin Ahmad, yozuvchi Mamtimin Hazrat qatorliq mehmonlarning bir-birlab so'z qilishi va sobiq shundaqla hozirgi davlat odamlarining, shundaqla turk tashkilotlarining raislarining bir-birlab so'z qilishi bilan davom qilib, qizg'in kayfiyat ichida oxirlashdi.
Xitoy Amerikani dialogga chaqiriq qildi. Donald Trumpning Xitoy doiralariga agar savdo urushi qilishni xohlamasanglar, bularni to'liq o'rindaysizlar deb bir tizimlik berganligi bildirilmoqda. Turkiya Ovoz radiosi xabarida bildirilishicha, Amerika Xitoy mahsulotlariga qarshi qo'shimcha tamojni beji qo'ygandan keyin Xitoy Amerikaga nisbatan dialog va muzokara yo'lining har doim ochiq ekanligini e'lon qildi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Hua Chunying poytaxt Beijingda chaqirgan jiddiy axborot e'lon qilish yig'inida Amerikaning Xitoyga Amerika bozoriga erishish yo'lining ochilishi uchun to'liqlashga tegishli shartlarni radga tizib, bir tizimlik yo'llaganligiga doir Amerika axborotlariga chiqqan xabarlar ustida to'xtaldi. Hua Chunying mazkur mazmunlarni o'z ichiga olgan tizimlikni topshirib olgan yoki topshirib olmaganligi haqida hech qanday ma'lumot bermasdan dialog va muzokaraga har doim ishkimiz ochiq dedi. Hua Chunying har qanday ahvolda Xitoyning qonunliq haq-huquqini qo'g'dash jihatda har doim o'z-o'ziga bo'lgan ishonchga ega ekanligini ta'kidlab, top hozir Amerika mahkamasida Amerikaga nisbatan ehtiyotlik va qabul qilarlik kuchli bir qarorning berildiganligiga ishonamiz dedi. Amerika prezidenti Donald Trump payshanba kuni Xitoyga taxminan 60 milliard dollarlik qo'shimcha tamojni beji qo'yish va selinmalarni cheklash qatorliqlarni o'z ichiga olgan belgilamani tasdiqlagan edi. Xitoy savdo ministrligi buningga javob sifatida Amerikadan import qilinadigan mahsulotlarga 3 milliard dollarlik qo'shimcha tamojni beji qo'yilganligini e'lon qilgan edi. Xitoy muavin bosh ministri Liu He Amerika xazina ishlari ministri Steven Mnuchinga shanba kuni telefon qilib, qo'shimcha tamojni bojlarining Xitoy va Amerikaga shundaqla dunyoga foydasi yo'qligini ta'kidlab, Xitoy o'z davlat manfaatini qo'g'dashga tayyor va shundoq qilg'udak kuchga ega degan edi. Amerika matbuotlarining xabariga ko'ra, Xitoy mahsulotlariga eg'ir boj qo'ygan prezident Donald Trump Xitoy doiralariga agar savdo urushi qilishni xohlamaydigan bo'lsanglar, bularni to'liq o'rindaysizlar deb bir tizimlik bergan. Tizimlikda Xitoyning Amerika avtomobillariga qo'ygan tamojni bejini tuvallatishi, texmo ko'p Amerika mahsulotlarini setib olishi, Amerika shirkatlarining Xitoy moliya sohasidagi faoliyatlarini yuqori ko'tarishiga yo'l ochib berishi qatorliq bir yurish talablarining borligi qayd qilindi.